Murodjon bolam. Ola badi. Mazam bo'lmayapti, menga qara. Nima? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, ada? Meni qo'rqitmang. Ha, Murodjon, qayerga shoshib ketyapsan? O'rtog'im mashinasini akkumulyatorga o'tirib qoldi. Shunda borib yordam berib yuboring. Bugun uy ishlariga menga qarashib borsang bo'lardi, bolam. Men ham charchab keldim. Mana bu somonlarni salapallab o'ramasa ertak ho'l bo'lib mog'ollab ketadi. Taxtalarni ichkariga navestaga tashishimiz kerak. Hovlini tartibga solaylik, bolam. Menga qarashgin. Ada, bu uyda ish tugamagan ham tugamaydi ham. Shu ishlar zarilmidi, ada. Men shundoq boraman, kelaman. Keyin qilib qo'yarmiz. Bolama. Shu o'rtoqlaringdan ortmading. Qarigan chog'imda menga suyanchiq bo'lasanmi deb o'ylagan edim. O'rtoq, uladim, zavatqichi. Qoyilman, bo'larkan-ku. Ozgina tursin, o'rtoq, akkumulyatorni ham zaryadga oladi. Rahmat. 2 soatdan beri mashta turaman. Bittasi ham yordam bermaydi, Murod. Yoshligimizda ham boshimga ish tushsa faqat sen yordam berarding. Boringga shukr. Vaqting bormi, o'rtoq? Akkumulyatorni zaryadga olardi ungacha gaplashib turardi. Xafa bo'lmagin. Bilasan-ku, ishim nozik. Ertalabdan kechgacha bo'sh vaqtim bo'lmaydi. Xudo xolisa bir vaqt topib o'tirib gaplashamiz. Hop, o'rtoq, hop. Kapotdan yopib borarsan, bo'pti. Shoshma. Mashsimlarni avvalo akkumulyatorning silabi ekan. Yo'lda qolib ketmagan yana. Kerak emasmi? Yo'q, kerak bo'lsa ham o'rtog'im-manu, bo'pti. Hayda. Bo'pti, Murod. Bo'pti, o'rtoq, yaxshi yetib ol. Sayfullo, oka, bir marta qaror ekan. Hop bo'ladi. Men safarga ketotdim. Nima kamchilik bor? Hop, lak. Shukurki. Keyin naryoqda 2-3 ta taxtalar ham kamayib qolgan. Oyoq qilinadigan o'sha narsalar kerak yoki. Ertaga zakazlarni mijoz yetkazib berishimiz kerak. Aha. Men o'sha aytgan narsalarning hammasini olib keltirib qo'yaman. Hopmi? Bo'pti. Yaxshi ishlaydi. Hop, yaxshi aytib oling. Murod, chetga ol mashinangni to'xta. Ya og'ayni, bormisan? Nima gaplar? Tinchmisan, yaxshimisan? Urib qolganim yaxshi bo'ldi sani, o'rtoq. Bo'ldi, o'rtoq, nima qilish kerak? Oyog'ingga nima kiyib olding? Oyoq kiyimimga nima qilibsiz? Suv yurinma. Glавный qalbim toza bo'lsa bo'ldi-yu. Qizuvsan-da, o'rtoq. Mayli, bo'lmasam, seximga bir ikkita narsa kerak edi. Bozordan shunda olib kelib bersang, zo'r bo'lardi. Bo'ldi. To'xta, men senga pul beray. Yo, pulingni olib qo'yur. Kelgandan keyin gaplashamiz. Bo'pti, men o'tib kelay. Telefoningga SMS qilib nomerini tashab qo'yaman. Murodjon bolam. Ola badi. Mazam bo'lmayapti, menga qara. Nima? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, ada? Meni qo'rqitmang. Yuragim ushab qoldi, mazam bo'lmay ketyapti. Hozir ada. Mashinamni kaltini qayerga qo'ydimmi? Ziyodga telefon qiling. Voy, Oybegi. Oybek qayerdasan, o'rtoq? Alo, o'rtoq. Yaxshimisan? Yaxshimisan, Murod? O'rtoq, mashinam qulab qoluvdi. Kaltini topolmayotgandim. Shunga adamlarni bansiga olib borib kelingmi deyotgandim. O'rtoq, juda ham zarur ishim bor edi. Hozir majlisdaman. O'rtoq, srochniroq edi. Tushundim seni. Ziyodga telefon qildim. Telefonni o'chirib beryapti. Xafa bo'lmagin, keyin telefonlashaylik. Bo'pti, mayli. Ha, bolam. Yordam kerakmi? Ada? Shuni qidiryaptimiz? Boya yuragingiz yaxshi emas edi-yu. Meni-ku yuragim yaxshi, lekin seni qalbingni g'ubor bosgan. Qidirganingda kerak bo'lgan do'stlaring topilmayaptimi? Og'ir kuningda yaramayaptimi? Shuni bilib qo'yginki, hayotingdagi har qanday og'ir kunlarda otang senga kor qiladi. Otang yoningda bo'ladi. Hech qachon otang seni yolg'iz qo'yib qo'ymaydi. Shuni yaxshi bir bilgin, men kalitingni. Ada, to'xtang. To'g'ri aytasiz. Rostdan ham qalbimni g'aflat bosgan ekan.